İsenmisiz okuşular? Benim kolumda nerse, qarağız әлі, bu nerse? Так, Adelina, bu nerse? Şar. Şar, şar. Şar bizge nersege керек? Qayşan керек bola? Aytыңыз әлі. Şar nersege qayşan керек bola, Сережа? Oynarga керек şar, tağın nersege керек, Adelina? Tuğan günlerde. Tuğan günlerge керек de Kirill? Bayramda. Bayramda керек. Tuğan gün ol bizning bayram, deymi? Bayramga керек. Aytыңыз әлі. Mine hazır şar. Nişler ekan bizim şar? Nişledi? Yo'qqa chiqdi. Nişledi sizlar? Şartladı deb aytirga bo'ladimi? Yo'qqa chiqdi, şartladi. Şartlı bit bizning şarlar. Hazır bu so'zning birinchi eshigini aytingiz әлі. Nindi birinchi eshigi? Первый слог. Birinchi eshigi Alina? Şar. Shart. Demak, biz bugun darsda nindi fe'l turida so'zlashamiz ekan. Qaramiz әлі. Shart fe'l. Hazır men sizga bir sir ocham. Men boshqa sizga so'rov beraman. Siz bayramga borasizmi? Aytali, Seryoja, sen bayramga borasizmi? Eye de Seryoja bayramga borar ekan. Ola, sen bayramga borasizmi? Eye. Azali, sen bayramga borasizmi? Yo'q. Yo'q, dey Azalining borasi kelmaydi. Dasha, sen bayramga borasizmi? Eye. Mana siz o'quvchilar eye deysiz, yo'q deysiz, boram deb aytirga bo'ladimi? 4 kuni bit az javob berasiz, 4 kuni turli javob berishga bo'ladi. Biz bugun shart fe'l yordamida bit ko'p turli javob berishga o'rganamiz. Aytingiz әлі, bayramda, tug'an kunlarda aniyiz tobin azirlimi? Ustal azirlimi aniyiz? Tak, Adelina, nindi ustal azirlaysiz? Aytali. Üstelge iş pişmak koyasız, değil mi? İş pişmak hazırlaylar. Yarar, Nikita? Çek koyabız deytek. Grisha? Göbeliye koyasız. Tatar xalq aşlarını bilesiz iken, bit yaxşı tatar xalq aşlarını aşısız iken bayramda, değil mi? Tak, tağın nerseler koyalar? Tağın nerseler? Kirill? Bağırsak. Bağırsak da Kirill malariz. Bit yaxşı. Resimde nerse koyasız? Salat. Bu salatın aşağıvanlığınız var mı? Vardır, değil mi? Tak, salat. Qaramiz әлі bu so'zga. Salat so'zinde so'ziq ovozlar nindi? So'ziq ovozlar, Volodya. A so'ziq ovozi bor, endi ko'rinib turadi u boshqa tus bilan. Hozir ol A ovozining nishga parini aytingiz әлі menga, nishga parin. Tak, Volodya aytingda, nishga parin mягкий форма, nishga parin bo'lar. Salat so'zindagi A so'zig'in so'zig'ini alıştırsangiz nindi so'z kelib chiqadi? Изменить, если на нинди сөз келіп шыға. Так? Оля? Сәлет сөзі келіп шыға. Нинди ол сөз? Способность. Демек бізге салат ясар үшін сәлет те керек. Міне бүгін дәрісте салат ясап қарайбыз енді. Бірінші ежігін айтыңыз әлі, салат сөзінің бірінші ежігі нинди? Сережа? Sa ежігі, ема қышқырып айтыңыз балалар. Sa ежігі. Так, сәлет сөзінде бірінші ежік ненде, Алина? Се. Міне бұл sa һәм se қошымшалары. Ол шарт фиғыл қошымшалары. Окончание глагола условного наклонения. Sa отрицательная форма, yokluk формасы masa. Se отрицательная форма, мәсе yokluk формасы. Eydəyiz ol qoşumşalarını hazır yalvaq qarayımız indi minə verilgən fiillərə qoşumşalarını yalvayımız. Volodya, eydə sindən başlayımız. Otursa, Grisha. Tursa. Alina. Azali. Kirill. Düşerse. Adelina. Alsa. Ola. Bulsa. Dürüst yalvadınız. Dürüst bik yaxşı balalar. Hazır aytыңыз әлі, bu işlerni men o'zim ishlasam, men ishlasam, yasayasam bo'ladi deydi. Nechik aytamiz biz? Seryoja? O'tirsam deydi. Tursam. Ko'tarsam. Bo'ladi. Jidarsam. Dasha? Tashirsam. Tak. Aha. Tak. Tag'in kim aytdi? Kirill? Alsam. Alina? Bulsam. Seryoja? Bitken ekan bizning fe'llar. Yana mana shulay bo'ladi. Aydangiz o'quvchilar hozir yol etib olamiz.
yol etib olamiz. Basırga kerak mikan? Qaramiz hali boshda. Tak. Men narsa degan? O'tiram. O'tiram. Short fe'l bilan aytgach, o'tirsam bo'lar. Tak. Men tursam bo'lar. Qaramiz. Qo'lni iskga ko'tarsam, yon yoqlarga jibersam, ondan ostga tushirsam, endi bu strelka vniz, ostga demak. Tak, biroz beyib olsam, yaxshi etib yol etib. Aydagiz endi biz sizning bilan yol etib qaraymiz hozir. Men o'tirsam, ko'zni esga ko'tarsam, yon yoqlarga jibersam, qo'lni ostga tushirsam, biroz biyikda olsam, yaxshi etib yol etib. Hozir tezroq. Men o'tirsam, ko'zni esga ko'tarsam, yon yoqlarga jibersam, qo'lni ostga tushirsam, biroz biyikda olsam, yaxshi etib yol etib. Bek yaxshi qizlar, molaylar yol etdingizmi? Yol etdik. O'quvchilar, mana ekranga qarangizlar. Bo'lsa, bu shart fe'l bizning, aymi? Hozir shart fe'l bilan biz turli shartlar qo'yamiz. Условия будем говорить. Narsa bo'lsa. Narsa bo'lsa deymiz. Nikita? Bilet bo'lsa. Bilet bo'lsa, tak. Adayni? Aqsha bo'lsa. Aqsha bo'lsa, bu narsa. Narsa ekan? Vaqt bo'lsa. Vaqtni ko'rsatasan, vaqt bo'lsa deb aytirganlar. Tag'in, demak, bilet bo'lsa, vaqt bo'lsa, aqsha bo'lsa, это какое-то условие. Bu demak shart qo'yiladi. Hozir o'quvchilar, men sizga baliq rasmlari tarataman. Bu baliqning boshi. Начало предложения bo'ladi. Tak, baliqning boshi demak jumlaning boshi. Siz bunda turli shartlar yozasiz. Условия bo'yicha, tak? Bu jumlaning oxiri, quyrug'i baliqning jumlaning oxiri bo'laydi. Üstki yoqqa barliq formasında yozasiz. Shart fe'llar barliq formasında bo'lirga tegish. Ostki yoqda shart fe'llar yo'qlik formasında bo'lirga tegish. Положительная форма, отрицательная форма. Так, mana men sizga baliqlarni taratam. Tak, sen bayramga borasizmi degan savolga javoblar bo'lirga tegish sizdan. Qarang, sen bayramga borasizmi? Bu savolni men sizga dars boshida bergan edim, shulaymi? Hozir menga bu savolga boshqa turli, bek ko'p turli javoblar berilgan endi bizga. Tak, balalar yarar bo'lgandir, mushklarni qo'yamiz. Hozir demak, men sizga so'rov beraman. So'rov javob o'yinini boshlaymiz. Men boshlayman, siz davom etasiz. Kimdan boshlaymiz? Ayda Alina, sendan boshlaymiz. Alina, sen bayramga borasizmi? Agar salqin bo'lmasa boram. Alina o'zining so'rovini berkimda Seryojaga berasizmi? Ikkinchi Seryojagami, Nikitagami qaysini berasing? Ayda. Seryoja, aysin. Vaqt bo'lsa boram. Aysin. Azaliya bayramga borasizmi? Agar bo'lishsam boram. Azali, sen kimga berasing so'rovni? Ola aysin. Agar aqsha bo'lsa boram. Hozir mana biz baliqlarimizni talinkaga solamiz. Qizil talinkaga solsangiz, darsda sizga bir narsada anglashilmadi bular. Sori talinkaga solsangiz, borisida anglashildi, lekin qay bir so'rovlar qoldi. Yashil talinkaga solsangiz, butunisida anglashildi, borisida yaxshi. Angladingizmi? Demak, aydangiz o'zingizning baliqlaringizni talinkaga solamiz. Bek yaxshi bo'ldi. Demak, sizning boringizga da shart fe'l ko'rindi. Anglashildi deymi? Siz bilasiz, men aytgan edim, siz bilsangiz bayramga boramiz deb. Aydangiz, bayramga boramiz.